欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Askai。今天我们要学习的是第9单元第9单元的课文向前冲1那第9单元是什么呀？讲的是贴心亲切刘萍姐。贴心是什么意思呀？贴心的意思呢，就是说көңілге 이끈 담독 이끈 tukkan kim刘萍姐。那么上一节课的时候，咱们讲到的是这个阿兹古丽他们去找工作的这么一件事情。那这一节课他讲的是什么呢？是亲戚刘萍姐，yani tukkan刘萍hadisi kapto。那咱们来看一下故事场景。结亲周到了，乌鲁木齐的亲戚，这个亲戚上面呢打了一个双引号双引号。这个qo'shbash urulgan vaqtida bu so'zningki asli ma'nosi o'zgarib mangdi. Masalan,我deganning ustiga我degan man degan gap qo'y, uning ustiga双引号urgan bo'lsam, shu jumlaga qarata buningki cho'qim boshqa bir ma'nosi chiqadi。那么其实在这里呢也是一样的乌鲁木齐的这个亲戚，那么这个亲戚是刘这个谁阿兹古丽尼给不kusak这个tukkanlarımı onda qamasa是什么呀？结亲的，就是bizning tukkan bulduk qo'shmaq tukkanlarni o'xshash亲戚deymiz。那么所以这个亲戚上面呢他会打一个双引号那么刘萍姐是从哪里来的呀？她从乌鲁木齐来Urumchidan kelgan，来到家里uyga kelibdi，在和阿兹古丽聊天。那刘萍姐呢跟阿兹古丽一起聊天。我们来看一下刘萍姐说的什么呢？妹妹，结婚证领了没有啊？对不对？妹妹，结婚证领了没有啊？那to'yga vaqtimizda结婚的时候要干什么呀？Öğleniş xati edishimiz kerak，对吧？Öğleniş xati nima deydi？结婚证结婚证。Öğleniş xati deymiz。那ishqallarning öğleniş xati bormi desak，你们两个有结婚证吗？你们两个有结婚证吗？Bizniki öğleniş xati yutib ketibdi berib birni to'liqlab bijirib olaylik desak，我们的结婚证丢了，我们去补办一个吧。我们的结婚证丢了，我们去补办一个吧。然后呢结婚证凡是ishqilib adam to'y qilmoqchi bo'lgan vaqtida avval一定要去领结婚证。那agarda sizlarniki o'tiringlarda结婚证bo'lmasa，你们呢算不上是合法夫妻qonunliq夫妻 emas。那这个时候法律它就不会去保护你的权益了那u vaqtida bizniki qonunimizmi na u vaqtda sizniki huquq manfaatlaringizni qo'g'dimaydi ham qo'g'diyolmaydi。因为什么呢？因为你们没有结婚证然后阿兹古丽说什么呀？还没呢，那就是bir ishni bizga qilmagan bo'lsa bu demaymiz，还没deymiz。masalan tamoq yedingizmi desak还没吃呢。那yemayman bo'lsa不吃bo'ladi。tehi yemedin bo'lsa还没吃。作业写完了吗？还没呢。这个你睡觉了吗？还没呢。就是说bir ishni tehi qilmagan bo'lsa还没呢 deymiz。然后阿兹古丽说不着急吧。着急是什么呀？aldırmasakmı bula？那一般情况下bir ishqa就是vaqtimiz bor unda aldırab ketishdan hojat yo'q degan vaqtimizda不着急deymiz。那aldirash bo'lsa-chu ashundan aldırab ansirab bo'lsa uni着急deymiz。然后比如说你快点走，哎呀我们都快迟到了degan bo'lsa就kichkayda to'xtab
shunondiki我呢看了一下表，哎，时间还好，还很早，哎，vaqti he baldurgan 不着急，还有2个小时呢，啊，不着急，还有2个小时呢。desek buludu 不着急吧？aldırmaydigansiz，比如说，Jürana öyge kirip birdam çay içip çıkım, aldırmaydigansiz deb desek，那走到屋里面喝杯茶，不着急吧？desek buludu，不着急吧？那再比如aldıramsız yoki aldırmaydigansiz aldırmışsınız siz bilen bir paranlaşay degendim desek，你不着急走吧？我想跟你聊一聊。你不着急走吧？我想跟你聊一聊 ，Damis。好，然后呢，这个刘平是怎么回答的呢？我的傻妹妹，哎，这个傻degannikilik sarang o'qagan。düt degan ma'nosi bor. U vaqtida 我的傻妹妹 degan voy sarang singlim degan gapmidi? 不是的啊，在这个地方指的就是 ahmaq deb qo'yamdiq voy ahmaq singlim, ahmaq ukam deganga o'xshashya. 其实bu rostma kallasidan katta emas. 就是说saddılık qilish degandek. Bak bir ishlarni saddılık qilib yo to'g'ri yo xato qilib qo'ygan vaqtimizda uni sha deb qo'ysak, 你太傻了 deb qo'ysak bo'ladi. 我的傻妹妹，可千万不能这样想。这个地方的可deganimiz就lekin degan gap emas, 表示强调kuchaytirib beradi. 你可千万不能这样想。Sen hergizmi bundaq o'ylamag'in. 那 bir ishni cho'qim mundaq bo'lsin desak, 千万要 deb o'rgangan tuqqu. 那 hergiz mundaq bo'lmasin degan chaqni deymiz. 千万不要，千万不能，ishqilib 千万不 deganimiz hergiz undaq qilma deganni bildirdi. Masalan, nemish qilsang mayli, lekin hergiz menga osiylik qilmag'in desam, 你做什么事情都可以，但是千万不要背叛我啊！但是千万不要背叛我 desak bo'ladi. Andan keyin u yaxshi odam emas, hargiz uning aldam xaltasiga tushib ketmagan desak, 他不是好人，你千万不要被他骗了。你千万不要被他骗了。ishqilib hargizmi deganni 千万不要 deymiz. 那这个地方呢o'ylashgandan keyin 那就是不能啊，你千万不能这样想啊，千万不能这样想。那刘萍姐又说了什么呢？领了结婚证，你们才是合法夫妻。bo'lgandan keyin ondan sizlar qonunliq er-xotin bo'lasizlar。这个地方啊，领结婚证，这个我们刚才说了，你们才是 ondan deganni 才什么什么什么 desak bo'ladi，你们才是合法夫妻。bir narsani qonunliq bo'lsa 合法 deymiz. Qonunliq ticaret qilish desak 合法经营啊，合法经营 desak bo'ladi. 那 bizning bu shirkat qonunliq shirkat desak 我们这家公司是合法的啊，我们这家公司是合法的。biz hozir qilayotgan hamma ishimiz qonunliq desak 我们现在所做的事情都是合法的，我们现在所做的事情都是合法的 desak bo'ladi。然后呢，阿兹古丽说：“这个我知道。”哎，buni men bilaman， 这个我知道。那 buni men bilmayman desam， 这个我不知道。deymiz， bilishni 知道 bilmaslikni 不知道。然后呢，刘萍又说了，他说结婚证不仅是你们婚姻的保障，哎，bu ishkanlarniki öğreniş xiti degan ishkanlarniki to'yinglarniki kapolatilam emas. To'yiniki kapolatilam emas. Yani 将来 kelgusida 也能维护你和孩子的利益。kelgusida yana sen bilan balaninki mushu huquq manfaatini
qo'g'diyalaydi deydi。好，那这个地方我们先来看一下啊。Mındaqlam emas hem andaq mındaq 或者说 mında boplu kalmasın hem mında degan chaqda biz burun bir budan而且deb bilgandik ku miyada budan也deb chiqdi那两个用法呢其实差不多啊。mında boplu kalmasın yana mında boplu kalmasın hem de mındaq degandek 都可以。那 mesela u shu masalani tafakkur qilishdilam emas hal qilishdimi intayin moyir desak 他不仅善于思考问题也善于解决问题啊，他不仅善于思考问题也善于解决问题desak bo'ladi. Andan keyin oddiyroq jumla tuzsak u ugunishda astoydil bo'pli qolmasdan xizmatdimi noiti aktiv desak 他不仅学习认真工作也很积极他不仅学习认真工作也很积极 deymiz. Andan keyin yana masalanga bu uy ozodi bo'pli qolmasdan ham nihoyat hashamatlikkan desak 这间房啊这房子不仅宽敞也很华丽这房子不仅宽敞也很华丽desak bo'ladi。好，这个呢是不仅也mında bo'pli qolmasdan ham andaqanda。那么这个你们bo'pli qolmasdan yana nima bo'layotdi就是结婚证嘛to'y xiti to'y mushu to'yiga kapolat bo'ladi to'yiga kapolat bo'pli qolmasdan yana mushu Arzugul bilan yana uninki bolasiniki huquq manfaatini nima qila oladi deymiz qo'g'diyalaydigini。好，那我们再看这个to'yiniki kapolati desak 婚姻的保障啊 turmushniki kapolati desak 生活的保障啊生活的保障 ishqilib kapolat degani 保障 desak bo'ladi。然后呢将来 deganimiz kelgusi sen kelgusida nima bo'lg'ing bor desak 你将来想做什么 kelgusida sening bolang bo'lgan vaqtida andin bu xil baxtni his qila olasan 将来等你怎么样啊有了自己的孩子你也能体会到这种幸福将来等你有了孩子你也能体会到这种幸福 desak bo'ladi kelgusi 将来那将来也能维护你和孩子的权益 huquq manfaatini qo'g'dashni nima deydi ekanmiz 维护权益 biz o'zimizniki huquq manfaatimizni qo'g'dashni bilishimiz kerak desak 我们要懂得维护自己的权益 deymiz。 好，这个是这个啊然后呢阿兹古丽说我明天跟麦尔丹说 men ata merdanға day 那 palancı day bo'lsa 跟谁谁谁说什么什么什么 deymiz ma'lum bir odamga bir gapni qilganni 跟谁说什么什么什么 deymiz masalan u menga bir ishni deb berdi desak 他跟我说了一件事 men sana day o'qisang o'zingga o'qiysan menga emas degan bo'lsa 我跟你说你学习是为了自己不是为了我 我跟你说你学习是为了你自己不是为了我 deymiz。 那阿兹古丽要跟麦尔丹说什么呢？这2天就去领证 mushu 2 kunning ichida berib nima ish qilaylik berib o'ylanish xiti ilvitayli debdi
mushik günning ichida desak这2天啊，比如说 muallim imtihon natijamiz qachon chiqadi， 老师我们的考试成绩什么时候出来？这2天 mushik kunda ya bugun ya erta degandek. Boshliq bizga maoshni qachon taqib berasiz? 领导我们什么时候发工资？mushik kunning ichida desam就这2天啊，就这2天。好，然后呢，下面他对你怎么样？他对你怎么样？ u sizga qandaqmi emasa， 不是这个意思啊。他对你怎么样deganimiz，这个地方的对deganimiz muomilasiga qarata。u sizga qandaroq muomala qilyotidi demakchi. Masalan, 比如说 men hozir bolamni bir kimnikiga qo'yib qo'ydim deylik, bir tuqqanlarnikiga qo'yib qo'ydim, o'zim sirtda ishlab qoldim. 那这个时候我可能就会问我的孩子，哎呀，他们对你怎么样啊？Sen bo'lgan muomalasi qandoq degandek. 那 men shunda yaxshi qarayotidi desak， 对我很好，对我特别好desak bo'ladi。那men yaxshi muomala qilmadi desak， 对我不好deymiz. Bu yerdagi bu 对 to'g'ri degan gapmi emas yoki boshqasi emas， 就是 muomalasiga qarata， 指的是对待啊，对待你的这个态度方式degandek。再比如说 men sen shunday yaxshi muomala qilasan， sen nemishqa meni askidaysan desak， 我对你这么好，为什么你还说我坏？我对你这么好，为什么你还说我坏degandek。 ishqilib bir odamga bo'lgan shu muomalamizni 对谁谁谁怎么样怎么样deymiz。 Andan keyin 有没有欺负过你？seni bo'zaq qilib boqdimi？ bo'zaq qilish nima deydiganmiz？ 欺负。 Appa aka meni bo'zaq qilyotidi desak， mama 哥哥欺负我， mama 哥哥欺负我， meni bo'zaq qilma opam deyman desam， 你不要欺负我，不然我告妈妈。 你不要欺负我，不然我告妈妈desak bo'ladi. O'zimizdan ojiz odamni bo'zaq qilmaylik. 不要欺负比自己弱小的人啊！不要欺负比自己弱小的人。 Men shu haqni bo'zaq qilayotgan odamlarni ko'rsam， 或者说 kichikgina meniqi nima deymiz， 觉得 o'ziga bak tamanno qo'yib， 好像觉得自己特别了不起的 boshqalarni yaratmay bo'zaq qilib undaq mundaq qilganlarni ko'rsam就特别讨厌。 那我们就怎么说呢？不呢我们说我看到那种仗势欺人的，或者说是自己有那么一点点小本事，或者说是什么东西就开始到处欺负人的这种人啊，实在是太讨厌了。 好，那老师呢，在这个地方再跟你们说一下，不要欺负比自己弱小的人。o'zinglardan ojiz odamni bo'zaq qilmanglar， 那个呢不算真本事啊。然后下面呢，他说，阿兹古丽说，这倒没有。bundaq shqu yo'q, bug'u yo'q degan u deganimiz到啊，这倒没有。undaq qilib boqmadi， 他对我一直都挺好的。 uning menga bo'lgan muomalasi qanday bo'ldi? izchil hali yomon emas. izchil degani 一直 deymiz. Men izchil senga ishonib keldim. 我一直都很相信你。Men izchil tirishib keldim. 我一直都很努力 deymiz. 然后呢，刘萍姐说的那就好。undaq bo'lsa yaxshi, undaqda yaxshi。 然后说，姐跟你说这些，这个姐的ojang demakchi emas， 就是我demakchi。 那 men senga bu gaplarni qilishimda， 因为刘萍她阿兹古丽嘛，刘萍你们的chaqirdigan姐的chaqirdigan， 刘萍呢喊这个阿兹古丽喊妹妹，对吧？那在这里的这个姐跟你说呢，就是men senga men senga bu gaplarni qilishimda。 说这些啊，你不要觉得我啰嗦，
sen meni to'liq ko'tildaydiga deb o'ylab qolmang. 或者说siz deyli, siz meni to'liq ko'tildaydiga deb o'ylab qolmang desak, 你不要觉得我啰嗦，你不要觉得我啰嗦。啰嗦deganimiz就是quruq gapni jiq qildigan, to'liq ko'tildaydigan bo'lsa, 啰嗦 deymiz. 比如说 sening ko'tildig'ingni anlig'im yo'q, men tishini chiqimda bir aylanib kiray desak, 我不想听你啰嗦，我出去转一圈儿。我不想听你啰嗦，我出去转一圈儿。然后再比如 u bek to'liq ko'tildaydiga, bek iliqi u jiqqa qiladiga, bishim og'rib ketdi meniki desam, 他太啰嗦了，我头都疼了。他太啰嗦了，我头都疼了。deymiz。好，那阿兹古里怎么说的呢？怎么会呢？u qandaqmı mumkin bo'lsin, qandam unda bo'lsin desak, 怎么会呢？desak deymiz。你这也是在为我着想呀。sizningki bu qilganlaringizmi shu men uchun-da, ma'lum bir odam uchun o'ylashib turib, sen uchun o'ylashdim, seni sen uchun o'ylab deb desak, 为谁谁谁着想deymiz。为谁谁谁着想deymiz。mening bu qilgan butun hamma ishlarim balam uchun o'ylab qildim desak, 我做的这一切都是为了我的孩子着想。我做的这一切都是为了我的孩子着想。为谁谁谁着想，就是bir odamni o'ylab shu odam uchun degan ma'noda. 那阿兹古里说的 qandaq bunda bo'lsin, sizmi men uchun o'ylab deyapsizku deydi。然后刘平怎么说的呢？婚后，婚后birnim keyin desak, 什么什么后 deymiz ku。婚后如果他欺负你, to'ydan keyin agarda u sizni bo'za qilib qolsa, 你可以去找村妇联主席。kimni izlasak bo'ladi ekan? Shu yezdninki ayollar birlashmasininki主席sini izlasak bo'ladi ekan。然后怎么样啊？要学会保护自己啊！要学会保护自己，o'zimizni qo'g'dashni o'rganishimiz kerak debdi。那在这个地方，这个欺负我们还可以说是什么呢？反正啊，我呢给这个同学们说一下，agarda birsiga masalan一个合法的夫妻deymiz ku, bir to'y qilib qo'ygan xotinlar bir-birisini uvsa, haqoratlasa, andan keyin puldan qissa, bir tiyin pul tutqizmay, ashta qilsa, 这些都是属于家暴范围。那 bularning hammasini arz qilsangizmi bo'ladi, ya bo'lmasa村妇联主席ga berib desangizmi bo'ladi. Bularni birinchi qitim tayoq yegan vaqtingizda, 你第一次挨打的时候就应该去这个村妇联主席。首先呢，我们刚才说了，不要欺负比你弱小的人啊， o'zimizdan ojiz odamni bo'za qilmaylik deymiz ku。所以呢，动手打人是不对的啊。如果你在家的时候，这个夫妻之间有这样子打的事情bo'lsa， 你一定要学会保护你自己啊！你一定要学会保护你自己。bugun bu yerga ko'kirib, u yerga ko'kirib, tunigan bir mushigantim kuzan ko'kirib qopdi deb undan yursak bo'lmaydi. Juma o'zimizni asraylik, o'zimizni qo'g'daylik degandek. 好，那今天的课都明白了吗？主要讲的是什么呢？这个阿兹古丽的他们家的这个亲戚从乌鲁木齐来了，然后跟阿兹古丽一起聊天，说到这个结婚的事情，这个刘平简单问阿兹古丽有没有领证啊？to'y haqida oldinglarmi？阿兹古丽说的还没有呢，不着急吧？oldirmasaqmi bular uningga keyin ilib olsaqmi bo'ladi-ku deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin。那刘平姐就提醒了一下他啊 eskartdi nimda 这个有结婚证，两个人才是合法夫妻。Öyleniş xidi bo'lganda ondan ikki odam qonunliq er-xotin bo'ladi。然后它可以保障你自己，对你的婚姻是个保障，然后对你的这个孩子，对你自己也都是个保障，可以维护你们的权益啊。这个o'zingizning manfaatingizni qo'g'dab bera oladi deb. Andan keyin
然后又问了一下这个麦尔丹有没有欺负过阿兹古丽的。那么阿兹古丽说没有。然后刘萍姐呢又告诉他，万一有一天欺负他了，这个你可以去这个村妇联主席呢去说，然后要学会保护自己。好，那我们一起来读一下吧。妹妹，结婚证领了没有啊？妹妹，结婚证领了没有啊？还没呢，不着急吧？我的傻妹妹，可千万不能这样想，领了结婚证，你们才是合法夫妻。这个我知道，结婚证不仅是你们婚姻的保障，将来也能维护你和孩子的权益。我明天跟麦尔丹说，这2天就去领证。他对你怎么样？有没有欺负过你？这倒没有，他对我一直挺好的。那就好，姐跟你说这些，你不要觉得我啰嗦。怎么会呢？你这也是在为我着想啊。婚后如果他欺负你，你可以去找村妇联主席，要学会保护自己。得读。好，那这个是我们这个主要的这个课文内容，也算是讲完了啊，讲完了。那今天的课也差不多了，作业呢就是把课文背下来，然后互相做个对话，好吗？那我们下一期再见。